obodonchiligiga qarash. Qahmanda o'qilaman oma. Rais bu. Televideniyada kelishdi. Televideniyadan? O, televizorga chiqaman. Keling singlim. Yaxshisi televideniyadansiz? Ha, keluvdik. Chekka bir qishloqlardagi talantlar qidirib keluvdik. Bor, bizda talantlarning zo'rlari bor. Yuring ko'rsataman. Rais bu bolang qanaqa mahorati bor? Bu bola suvni tagida 10 minut nafas olmasdan turib bera oladi. Ha, bitta ko'ringlar unda mahoratini. Bos indirjit, mahoratingni ko'rsat. Rais bu 1 soat o'tdi, hali ham chiqqani yo'q. Yo, mencha rekordni yangilayaptimi deyman-da. Dambaga tiqilib qoldimi deyman-da, badanasi chaqir tez. Rais bu buni talanti nimada? Bu bitta ko'rgan narsasini 5 sekundda sirasiz beradi. Ha, unda o'sha uzoqdagi tog'i rasmini bitta chizib bersin. Uzoqdagi tog'ni chizib ber. Ana. Bu qizni ham rasmini chizib berchi. Ovizni yoping. Ko'ryapsizmi? Talantlar vijillab yotibdi. Barcha darmoyatlar bizning mahallada. Yuring, keyingi talantni ko'rsataman. Rais bu yo'llarisi yomon ekan. Mashinam balon teshilib ketdi. Vulkanizatsiya qayerda bor? Yo, balondan xavotir olmang. Bolalar, opangni mashinasini shunday qahmanda o'qib berish. Mana o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bars shinalari bor. Voy, shunaqa zo'r jahon standartlariga bittada javob beradi. Ana yama bor-ku, yamaga bitta kalla qo'yib, yamani uxlatib o'tib ketadigan haqiqiy jaydari shina mana shu bo'ladi. Bars shinalari sizga ham tavsiya qilaman. Olish davay, tez. Ketdik. Bu kishimning talantlari bo'yindagi grijalarni davolaydi. Qarab turing. Yo'q, uni. Biz o'zbeklar replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa, yarim kechasi sut qo'tordi, nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Go'shtni tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan bo'lib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. Tushing. Jon opa, meni nimaga qo'rqitoryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desa to'xtamaysan. Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning gullar, uchaman desam, ishanmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Arab bo'yga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelaylik. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigi shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangni ham kirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Tugalma erkak kishisan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroyda Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% gacha chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmasin, xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Marab aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim.
Aytdim, eshitmaydi deb. A bo'l, tamam qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zqani. Bosmayın, bosmayın. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiq yeb ketmasin. Qarang. Alo. Alo, kuyov bola, ertalab soat 8 da mashinangizda meni bozorga olib kela olasizmi? A bo'ldi, gazini quyib bersangiz borib kelaveraman. Dadangizga shunaqa deysizmi, kuyov bola? A dada yasab olmang, qaynatamsiz. A bo'pti, mingillamay olib borib kelaman. Dada. Ha, kuyov bola? Ha, erta bilan bozorga borib keling deydi, shunga kelgandim. Soat necha bo'ldi? 6 bo'ldi, kuyov bola, 8 ga deganman. Ha, bo'pti. Mashinada o'tirib turaman 2 soat, chiqarsiz. Soat 8 ga deganman, 10 ga kelyapti bu. Jinday kech qolganimga yomon xotinlarga o'xshab mingillayapsizmi? A chiqing, uxlab qoppa. Yaxshimisiz, kuyov bola? Boring, tishingizni yuvib chiqing. Boring, yuvib chiqing, erta bilan guppa beryapti. Kuyov bola. Yuvib chiqing. Voy. Kuyov bola, mana shu qizni olib olaylik, savdo qolib ketibdi-da. Yo'q, dada, ola olmaymiz. Qizingiz o'ldiradi, menga tinchlik kerak. Jonon, savdo qolib ketibdi, shunday olib olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi, rahmat. Qaror berdi. Yaxshi yigit. Uylanganmisiz? Men bo'ydoqman. Tushing, mana o qiz tashlab kelay. Tushing deyapman, mana shunda kutib turing. Voy, mashinaning orqasidan o'yinchoq topib oldim. O'yinchoq ishlab chiqarasizmi? Ha, biznesmenman, anjonli bola, to'yis ishlab chiqaraman. Bolachalarni xursand qilaylik deyman-da. Viloyatli dillerlarga aytaman, bozorlarga, do'konlarga tarqatib tashab, soqqani bosmaysanmi deyman. Pastda ham nomerlar qo'yib qo'ygan bo'lsang. Alo, xotin? O, dada ko'chada muzlab qopti. Dada? Ha, Komil. Yes. Voy, dadasi kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Ireni ammasiniki ketyapman. Komil yerini haydab bering. Aqshda balo bormi yer haydab? Ha, qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Haydab ber yerimni deyapti. Ha, juppa-jup qilib bor, o'tir ko'zing bilan o'yla. Qo'ponam hozir kelaman. Yo'q. To'choq sharmanda qilma. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Yur. Kulağım çıkıp kuladı. Can opla benden nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Ya qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi. Ko'zing go'lamay o'lgan, basharangga nima surib olding? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor, shunga chorli maska qilib oldim. A bo'pti, ovqat olib kelishga olib kelsa, endi bitta ishdan ham olib kel. Bu ho'jay muzlayapti. Assalomu alaykum, dada. Qayerdan kelyapsiz, oqsolanib? Ha, maktabdan bankomatga jo'natuvdi. Ha, lineykamlar urishdimi? Ha, bizda ham bo'lgan. Sen tayyorlan, bitta ish bor senga. O'g'lim hozir kurashasan. Agar yutadigan bo'lsang, Xonsaroyda Ramazon loyihasidan boshlang'ich 30% to'la senga uyga beraman. Tushundingmi? Davay, qovoq qo'ygan. Ha, davay. Menga qara Lutfulla. O'g'limni kurashda yutsa, mashq qo'yman-da. Ye, bu tovuq urishtirganda qilinarda. Bo'ldi, qo'rqma. Davay, so'zavonaga sous qil. Bolam cho'chimoqimmi? Bos, taysa motivatsiya. Ey, pingvin kabi bo'linglar, pingvin kabi. Pingvin ham toqqa qarab chiqib ketyapti. Malades, bos. Ur bolam. Qo'ydi bering. Neyni immagar. Malades to'choq, qo'ydi uyga bor. Menga qara Lutfulla. Ko'rganlar aytibdi, o'g'lim sochini tortib uribdi. Unaqasi ketmaydi. Sochini yig'ishtirib chiqsin-da. Jang bo'lyapti bu yerda. Erkaklar jangi bo'lyapti.
Sochini o'stirib chiqadi to'lkalarga o'xshab. Gazini bosinglar, ey. Nima deysan? Nima deysan? Yo, men o'zimga o'zim chotki bosinglar. To'roningdan qo'y yag'la, soat 3 bo'lyapti, nahorga osh kulgimiymiz. O'zi 2 da uxladiku, dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2da salonga ketdi. 8da qaytadi. Yo'nbay, o 8 gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizda superkala bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu striylar chayxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yag'la. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Men qara to'yni ish uchdi endi. Anchaga tushdi, anu mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'dan skachas qilib olasan. Bundan-chi bilasanmi, qattiq skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kecha deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, qattiq nima mahsulotga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yni ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib to'y kuni aytasanmi? Qo'yag'i? Sendaqa qo'shnim. Amin. Avvallama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Superkala qo'yib bordi. Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigining tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz, uka. Ha, aka, men eshikkacha belgilaganman, ha? Ya uka, mashinam zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi? Yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'y yag'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka, kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da, ha? Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling, Haldan beri bunningni kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burr bilan to'ragatib yiqib qo'yaman. Normallik gapiring, tushing mashinadan. O'zingni bos, urish nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi. Ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Yasha, hoy! Hoy, yoy! Yasha, hoy! Hoy, yoy! Yasha, hoy! Hoy! Parasati yo'q, masosramay yo'la. Bolalarni so'kormang. Hozir hoy yo'y qilib qo'yaman, jimotar. Yasha, hoy! Hoy, yo'y! Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yasha, hoy! Hoy, yoy! Bittasini bermang, dada. Neni ammasini uyini talashyapsanmi? Dada, olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar olma. Dada, hammasini yeyolmaymiz. Yeysan! Tez bo'l, yana bir so'mka turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi, bolalarimga nima qildi? Bo'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Ha, hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy, o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim, dada, teshdingmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam deysiz. Dada, mana hozir qaytolma esdan chiqib qolibdi, uzr. Tez-tezga qo'y yag'i. Bu darmet bolalar dastidan Xonsaroyda Megaplanetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da. Gazga hayda. Gaz oldim, dada. Senga gaz olamiz. Parasati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda qoq, boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga sovus qilaman.
jahonda ham ayol kishi hurrayotami? Men ham mazza qilib uxlayim keladi. Atalam chiqib qoldi, ishdan charchab kelaman. Qani nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Eshitaman. Nimani eshitasan? Biz eshityapmiz, xo'pmi? Hali drenmi, perforatormi o'sha yig'ishtir, ertalab qilasan remontingni. Siz kechasi uxlamagansiz, ko'zingiz qizarib yotibdi. Meni uxlatib qo'yib qatga borib keldingiz. Enangni ammasini uyiga borib keldim. Ha, ko'zinglarni o'lgur, kechasi bilan uyqu bermay chiqding, hurrak yotib, qilib. Birinchidan men hurri yotmayman. Ikkinchidan telefon bersangiz yotmayman. Ko'zinglarni o'lgur, erkak kishi birinchi parosatni qaydan olgansan? Endi ishonchda smartfonlar arzon narxlarda. Akajon qarang, Samsung Galaxy S25 telefoni 8 ga 256, eski narxi 16 ming, yangi narxi 11 926 ming. Muxdalli! Uxlama hozir hammani qo'qitib yuborasan hurrayim bilan. Honor Tourist telefoni 8 ga 256, eski narxi 5 170 ming 900 ming edi, yangi narxi 4 343 ming 600 so'm. Voy! Samsung Galaxy A13 telefoni 6 ga 128, eski narxi 2 373 ming, yangi narxi 1 989 ming. Yo-mayo! O'zini oylig'idan to'laydi. Xiaomi Redmi 15S telefoni 8 ga 256, eski narxi 1 947 ming 700 va hozirgi narxi 1 636 ming 100 so'm. Voy dadan shuni olaman. Voy sekinroq onam kelganlar uxlayaptilar. Ayog'i. Onadan bosh ekanda, ha? Yashamayli ekanda. Faraqatga qo'lingni olib tez-tez yur. Chitirtasiz. Uf, bizga kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim! Nozim aka! Mososiramasdan poylamash kerak-da, turyoningizda. Voy, qizim kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y-poy so'yib kutib oladigandek gapirma. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham appendiz bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'ri. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, o'lasadan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Appendiz oldingizmi? Ha, damam ketibdi o'zi. Yegansiz tomoshilab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichakga ham aytgan, "May, ammangni yegan ovqatiga" deganda appendisga borgan. Ha, mana undan ko'ra Flavis yangi chiqqan Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligini iching, 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Vaqti zo'r suv chiqqan, ichlaringizni tozalaydi. O'zbekistonning Luboy hududidan topsangiz bo'ladi. Men iching. Ha, o'xshatmang, iching. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz, ichimiz ham shilinib ketdi. Maxshi qo'ydi, so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Oyi. Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola qayoqqa olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz, beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingizni unaq turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang kuyov bola. Operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashab kelaman. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin. Bunday befarosat xotin olamda yo'q. Dazmolla, mana uni ishga kech qolyapman. Mol. Romantika qilishni ham bilmaysiz. Tepanot senga sovg'a bor. Romantika qilmoqchi shekilli. Bittadan quyosh chiqdi. Voy, bardachokni och. Bagajni och. Voy. Ashini ko'tarib uyga olib kel, xotin bilasanmi, belimda grija bor. Ha, grijasi qursin, yashamaylik ekanda. Senga romantika kerakmidi? Sen bilan romantikani birini qilamiz, xotin. Titanikni ko'ramiz. Titanikda trenddagi suv Flavis bilan ko'ramiz. Ya'ni sen xohlagan ta'mi anorligi 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Trenddagi suvda bu xotin. Rahmat. O'zingizga olmadingizmi? Ha, kinoyini ko'r. Sigma boy.
aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozir shu yerdan erim bilan birga o'tamizda. Aha. Internetlarda bitta video moda bo'lib ketdi-yu. Ha. Mana buni erimga berasiz-da, xotiningizga mana shu gullab bering degandek qilasiz. Ha, bo'ldi, hop. Nima? Sen erkak kishiga gul beryapsanmi? Voy dadasi! Ha, senda qala ko'payib ketdi. Voy dadasi, urmayman beruvdim gulni. Nima? Sen hali erkak kishiga gul beradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Kel. Bamboleo, bamboleo.